Olmaliq shahrida O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti tomonidan sportning motokross turi bo'yicha musobaqa tashkil etildi. Galdagi lavha ana shu bellashuv haqida. Mototrassada o'tkazilgan bahslarda respublikamizning turli hududlaridan hamda Qozog'iston Respublikasidan kelgan mahoratli poygachilar ishtirok etishdi. Musobaqada 100 dan ziyod sportchilar qatnashdi. Ishtirokchilar turli hajmdagi mototsikllarda belgilangan masofalarni bosib o'tib, marra sari harakat qilishdi. Bahslar bir necha toifalarda dvigatel hajmi 65, 85 va 125 kub santimetr bo'lgan mototsikllarda o'tkazildi. Musobaqani eng kichik yoshdagi sportchilar boshlab berdi. O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkilotining 2025-yil uchun jismoniy tarbiya va sport tadbirlari kalendar rejasiga asosan respublikamizning barcha viloyatlarida sportning texnik va amaliy turlari bo'yicha turli xil sport turlari bo'yicha an'anaviy musobaqalar tashkil etib kelinmoqda. Bulardan triatlon, yozgi biatlon, o'q otish, avtoralli va motokross sport turlaridir. An'anaga sodiq qolgan holda vatanparvar tashkilot markaziy kengashi raisining buyrug'iga muvofiq Olmaliq shahrida motokross bo'yicha O'zbekiston ochiq chempionati va birinchiligining 3-final bosqichi musobaqasi o'tkazilmoqda. Maqsad yoshlarni ushbu sportning texnik amaliy turlariga qiziqtirish va faol ishtirok etishlarini ta'minlashdan iboratdir. Chempionat yakuni bo'yicha barcha g'olib va sovrindorlarni tashkilotimizning qimmatbaho sovg'alari, diplomlari bilan taqdirlanadi. Men barcha sportchilarimizga omad va g'alabalar tilab qolaman. Motokross butun dunyoda mashhur bo'lgan va ayni paytda eng ekstremal sport turlaridan biri hisoblanadi. Chunki sportchilar bellashadigan trassa tabiiy va sun'iy to'siqlarga boy, g'ovli tekislanmagan yerlar orqali o'tadi. Bunday sharoitda poygachilardan yuqori tezlikda harakat qilish, balandliklardan sakrab o'tish, epchillik va hushyorlik kabi fazilatlar talab etiladi. Motokross aynan mana shunday murakkab va hayajonli xususiyatlari bilan yoshlar orasida keng ommalashib bormoqda. Har bir musobaqa qatnashchilari uchun nafaqat oddiy bellashuv, balki jasorat, matonat va bardosh maktab hamdir. Nurafshondan keldim Olmaliq shahriga. Shu motokross musobaqasi o'tkazayotgan ekan, shunga qiziqishim bor edi. Shunga tomoshabin sifatida tomosha qilishga keldim, qiziqqanim uchun. Bu o'yinlar zo'r o'tyapti. Bu tomoshabin sifatida aytaman, zo'r maza qilib tomosha qilyapman. Kelgusida bu kabi sport tadbirlari yurtimizning turli hududlarida davom etadi. Sherzod Salohiddinov, Sevinchbek Tursunboyev, Fursat informatsion dasturi uchun maxsus.